Assalomu alaykum betakrorlarim, xayrli tong. 55 kunga start bergan marafonimizning ikkinchi kunidamiz va bu kunni ham olma sirkasidan tayyorlangan ichimlik bilan boshladik. Nonushta uchun puding tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kofe qaynatgich kerak bo'ladi. 1 osh qoshiq kofeni tagiga suv quyamiz. Qaynab chiqishini kutamiz. Bizga yana kerak bo'ladi suli yormasi 2 osh qoshiq. Chia urug'i 1 osh qoshiq. Sut foizi past bo'lishi kerak. Protein erkaklar uchun. Hammasini aralashtiramiz. Ozgina tinib olishi uchun qo'yib qo'yamiz. Aralashma quyuq massaga aylanadi. So'ng 2 choy qoshiq yunon yogurtidan qo'shamiz. Nonushta uchun oqsilga boy pudingimiz tayyor. Endi navbat tushlikka. Tovuq ko'kragi, kletchatkaga boy brokoli, gulkaram. Bularni barchasini aralashtiramiz. Priprava, zaytun yog'i, soya qo'shamiz. Ustiga pishloqlar bilan zeb berib, ayragirga joylaymiz. Bu ikki ideyachamizni sizlarga taqdim etdim. Tayyorlanish jarayonlarini. Arif Hojayevning holatini, jarayonni to'liq his qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga obuna bo'ling. Undan tashqari ujinni faqat rasmdan foydalandim. Agar ujin retsepti kerak bo'lsa, kommentariyaga ujin so'zini ham yozib qoldiring. Demak, bizda puding, tushlik, kechki ovqat. Yoqimli ishtaha.